Bugun 115 kvadratli uyimiz bitta. Remonti bilan bu uyimiz demo dom bo'ladi. Demo dom degani bu uyni shu klientlarga ko'rsatish uchun qildik. Ishlarini ham remont qilib, chotga qilib qo'ydik. Bu uyimiz 4 sotik yerda joylashgan. 4 sotik bo'lishiga qaramasdan bu yerimizga bemalol garaj, banya va terrasa bemalol tushyapti. Bu uyda biz hozir Rossiyada qurganmiz, Tyumen shahrida va bu bizning oilaviy biznesimiz, shunaqa uy qurib sotamiz. Lekin biz O'zbekistonda ham o'sha yer olib qurilishni boshladik. Uyimiz deyarli shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bemalol bu obzorda ko'rishlar mumkin. O'zbekistonda ham keyin bemalol bu uyni sotib olishlar mumkin. Hozir ichkarini ham ko'rsatib chiqamiz. Hamma yo'g'ini obzor qilib ko'rsatamiz. Remontlarini ham shaxsan o'zim tanlaganman. Remontlari ham minimalizm stilda qilingan. Bu uyimiz bavarskiy g'ishtdan urilgan, keramический g'isht. Bu g'isht uncha sho'rlamaydi ham, hech narsa bo'lmaydi. Yomg'ir tegsa ham, qor tegsa ham hech narsa bo'lmaydi. Yildan yilga faqat ochiladi. Bu uyimiz keramik blokdan qilingan. Keramik blok 30 yil keramik blok, utopit qilingan, 100 lik penoplast bilan va mana ko'rib turganlaridek bavarskiy g'ishtdan oblitsovka qilingan. Tomimiz metall-cherepitsada qilingan. Hozir polniy ichlarini ham, planirovkalarini ko'rib chiqamiz. Mana ichiga ham kirib oldik. Bu joyimiz prixozhiy. Bu yerga shu kichkinagina veshilkalar qo'yib qo'ydik уже. Kirganimizda chap tomonda kotelni juda katta qilib shunaqa kichkinagina kotelni. Bu joyimizda hozir elektr kotel ishlayapti, chunki bu yerda tokdan muammo yo'q. Butunlay birinchi etajda biz issiq pol qilganmiz, ikkinchi etaj radiator. U narsalar mana shu joyda boshqariladi. Dальше ketamiz. Bu joyimiz birinchi etajdagi sanuzel. Bu sanuzelimiz taxminan 206 kvadrat metr. Kichkina bo'lishiga qaramasdan biz bu joyga mana bemalol dushovoy joylashtirdik. Dushovoy kabina, installyatsiya va rakovina. Bu rakovina installyatsiya hammasi podvesnoy, ya'ni ilinib qo'yilgan, tagida oyoqchalar yo'q. Pol yuvayotganda hech qanaqangi xalaqit bermaydi. Bemalol yuvsa bo'ladi. Mana bunaqa polotsensa sushitelь ham ilingan, elektricheskiy, bemalol sochiqlar bir pasda quritib qo'yadi. Dальше ketamiz. Keyingi xonamiz bu uyimizdagi eng katta xona, bu kuxnya-gostinniy, ya'ni mehmonxona. Mehmonxona plus kuxnya qo'shilgan. Bu joyimiz taxminan 26-27 kvadrat metr. Bu joyimiz shu mehmonxona bo'lsa, bu joyimiz kuxnya. Endi birga qo'shilgan. Kuxnyamiz taxminan 8,5 kvadrat metr. Bu joyga hali plita, xolodilnik narsalar kelmadi. Zakaz qilib qo'yganmiz. Hamma narsa tayyorlanyapti. Shkaf hammasi shu kunlarda qo'yib ketadi, chiroyli bo'lib qoladi. Bu gostinniy zonamizdan uchastkaga chiqsak bo'ladi. Bu joyga bu dushidan kelajakda terrasa qilib qo'ysa bo'ladi. Yozda bemalol maza qilib dam olsa bo'ladi, shashlik pishirib. Bu uyimizni remontini minimalizm tarzda qilganmiz. Oddiy shunaqa monotonniy stil ko'ryapsizlar. Aboylar ham hech qanaqa gul, hech narsasi yo'q. Chunki bu uyimiz demadom bo'ladi va o'zimga ham har xil hashamat narsalar yoqmagani uchun shunaqa minimalizm remont qildik. Patologimiz birinchi, ikkinchi etaj natejnoy patolog qilingan va e'tibor berib qo'yamiz, patologimizda bir yo'li karniz qo'yib ketganmiz. Patologning ichiga bu zo'r effekt berar ekan, ham podsvetka qilib qo'yganmiz. Parda ilinganda mana ko'rib turamiz, hech qanaqangi karniz biz ko'rmaymiz, chunki bu уже natejnoy patologda ichida ham svetli bo'lib, chiroyli bo'lib tushib turadi. Keyinchalik ham ayollarimiz parda ilaman desa, perforator ko'tarib yurmaymiz. Shunday ilmoqqa ilinib qo'yiladi. Tamom. Endi dальше ketamiz. Bu lestnitsa ikkinchi etajga kichkina joy ham bor. Bu yerga biz skvajina qo'yganmiz. Uyimiz suvi skvajinadan chiqadi. Shuning uchun bu joyga bemalol haligi sistema vodochistki, shu suv tozalaydigan filtrlar qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Bu joyimizda shu shit tok polniy mana shu yerdan boshqariladi va Wi-Fi kabel hamma narsa tortilgan. Sentri mana shu yerda, mana shu yerdan tomga ham chiqib ketgan Wi-Fi kabellar.
antennaga kabel ham qo'yilgan. Lestnitsamiz переключатель qo'yilgan, ya'ni bu joydan ham o'chirib yoqsa bo'ladi, tepadan ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Lestnitsalarimiz ham mana chiroyligina zakaznoy qo'yib ketishdi. Ikkinchi etajimiz. Ikkinchi etajimizda 3 ta xona, bitta vannaxona bor. Birinchi xonadan boshlaymiz. Bu xonamiz sal kichikroq. Bu xonamiz kvadrati где-то 10,5 kvadrat. 10,5 kvadrat. Детский desak ham bo'laveradi. Bu joyda shunaqa shkafga mana bunaqa mehrob tashlab ham ketganmiz. 10,5 kvadrat детскийga normalniy. Bu joyimizga ham shunaqa karnizlar qo'yilgan. Faqat bu xonamizda podsvetkasi yo'q xolos. Dalish ketamiz. Bu eng katta spalnya desak ham bo'laveradi. Bu joyimiz taxminan 14 kvadrat metr va bu joydan ko'rib turganimizdek karnizi u devordan bu devorgacha qilingan va podsvetka ham pushib qo'yilgan. Chunki bu ota-onalarning xonasi desa ham bo'laveradi, kattalar. Родительский spalnya. Dalish ketamiz. Uchinchi xonamiz. Uchinchi xonamiz bergi xonaga qaraganda nisbatan kichikroq. Bu xonamiz taxminan 13-13,5 kvadrat metr. Shu oddiy xonacha, bu joyimizdan shunaqa karniz qo'yilgan, faqat u devordan devorgacha emas, kichikroq qilib qo'yilgan, lekin bu ham shu ko'rib turganimizdek patologda ichida. Keyingi xonamiz vanna. Eng muhim xonalardan biri bu ofis desak ham bo'ladi. Mana bunaqa katta uglovoy vanna qo'yganmiz. Albatta bu yerga ham installyatsiya va mana bunaqa rakvina. Rakvinamiz ham bu ikkinchi etajga katta qilib qo'yadigan bo'ldik. 1 metrlik, 1,20 bo'lsa kerak. Mana shu rakvinamiz o'zi ko'rib turganimizdek bular ham podvesnoy, ya'ni ilingan, bemalol qo'llar tetganda xalaqit bermaydi hech narsa. Aynalarimiz hammasi podsvetkasi bor, birinchi etajda ham, ikkinchi etajda ham. Bunday qilib yoqib o'chirsa bo'ladi. Baltensiya sushitelь ham bor va ikkinchi etaj vannasida biz issiq pol qilganmiz elektricheskiy. Chunki bilamiz, qishda cho'milgandan keyin muzdoq polga bosadigan bo'lsak, oyoqimizni kasal bo'lib qolish ehtimoli bor. Endi kattalar kasal bo'lmasa ham, kichkinalar kasal bo'lmasin deb shu issiq polni qo'yib qo'ydik. Endi bu tarafimizda vivotlar qo'yib ketganmiz. Bu o'sha kir mashinaga va tepasiga sushilka qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana ikkoviga ikkita rozetka qo'yib ketilgan. Ikkinchi etajimizning koridorida mana bunaqa lyuk ham bor. Bu lyuk o'sha cherdashniy помещениеga tomimiz bizga yopilgan. Shu cherdakka keraksiz kiyim, keraksiz narsalarni bemalol olib chiqib qo'ysak ham bo'laveradi. Bu uyimiz haqida o'z мнениеңizni kommentariyada yozing. Bu uy sizga qanaqa, yoqdimi, yoqmadimi, nimalarni siz o'zgartirgan bo'lardingiz? Va albatta bu videorolik yoqqan bo'lsa, sizdan like, podpiska.